Viloyat qo'riqlash boshqarmasi tomonidan sohada mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlar va ularning yaqinlari ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Tizimda ijro va xizmat intizomini yaxshilash, shuningdek, xodimlar va ularning yaqinlari bilan o'zaro hamkorlikni mustahkamlash masalasida so'z borgan tadbir tafsiloti hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Jizzax viloyat qo'riqlash boshqarmasi boshlig'i polkovnik Orif Amirov boshchiligida o'tgan yig'ilish mobaynida sohada xizmat sifatini yanada yaxshilashga e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar, ijrochilik intizomi, xizmat hujjatlarining yuritilishi, avtotransport vositalaridan foydalanishda xavfsizlik, shuningdek, yo'l qoidalariga qat'iy amal qilish borasida so'z yuritildi. Shu bilan birga, tizim vakillarining tavakkalchilikka asoslangan internet o'yinlaridan uzoqda bo'lishi, korrupsiya, tamagirlik kabi illatlarga aralashib qolishlarining oldini olish bo'yicha tushunchalar berildi. Tadbir davomida so'z olganlar burchga sadoqat, vatanparvarlik, fidoyilik, xushmuomalalik kabi fazilatlarni va shukronalik hislari xususida ham to'xtalib o'tdilar. Uchrashuv davomida xodimlar o'rtasida salbiy holatlar kelib chiqishining oldini olish, ularning salomatligini muhofaza qilish, jamoalardagi ma'naviy-ruhiy muhit barqarorligini ta'minlash, shaxsiy tarkib, xizmat va dam olish sharoitlarini yaxshilash, ularning oilaviy maishiy muammolarini o'rganish va ijobiy hal etishga e'tibor qaratildi. Yig'ilish davomida oila birdamligi xodimning kasb faoliyatida ham muhim rol o'ynashi, oilasidan ko'ngli xotirjam inson kasbiga sadoqat namunasini ko'rsatib, faoliyatida barchaga o'rnak bo'la olishi ta'kidlandi. Boshqarma rahbariyati tomonidan xodimlar va ularning oila a'zolari doimiy e'tiborda ekanligi borasida fikr-mulohazalar bildirildi.